Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Biz kuzatib borayotgan aka-ukalar, opa-akalar, bugun videolarimizni Namangan shahar Chortog'dan boshlayapmiz. Jamoxona qo'ralaridan har doimgidek. Hop, hafta kunimizga payshanba 30-aprel 31-may ekan. Bir kun bo'lmaysizlar, tillarni ham sepidan chiqib ketyapti. 2025-yil. Ismim Abduqodir akalar, kanalning egasiman. Hop, akalar, bugunga 10 dona yaxshi sog'lig'imiz bor. Qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlarni berib, sizlarga hozir yosh oilalarni, bo'ylarni hammasini bir boshdan ko'rsatamiz. Ko'rishdan oldin chiroyli like bosib qo'ysalaring, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, savdolaring pishgandan keyin qayt YouTube'ga kirsalaring topa olmay qolmaysizlar akalar. Qo'ylar xudo xolasa hammasi ideal. Hop, birinchisidan boshlaymiz akalar. Mana quloqlari, kallalarni chiroyli ko'rsatib qo'ying mashqo'ydi. Kalla boshlari. Quloqlari butun, garbonosli sog'liq. Boris Svetda. Tishlarni ham ko'rsatib qo'ying. Yangi. Ikkisiga endi tashlabdi. Janavar. Hop, mana quyruqlari. Janavar ikki sog'liq. Umumiy ko'rinishi sog'liqda. Bular hammasi ham asosan narxida. Narx yengil variantlardan. Chiroyli. Ya'ni kalla boshlari kelishgan, quloq tashlab turadi. Hozir bunga bitta metrdan qo'yib ko'raman. Metrda o'zim olaganman. Metrda akalar qo'ldan kelgancha yerdan ko'rsatib o'tib ketaveramiz. O'zlaring например ko'rib olaverasizlar mana akalar. Uzlasiga ham qo'yib ko'ramiz. Quloqlari ham shu 19 atrofida akalar. Qo'zda endi bular ham. Mana yelkadan, mana ko'ryapsizlar, yelkadan 8 metr. Bu birinchi sog'lig'imiz mana akalar. Birinchi endi ikkisiga o'rayotgan qo'zi. Bular qochmagan aka? Yo'q, qochmagan. Qochmagan. Hop, ikkinchisi lekin boshqa narsa. Mana bu narsa quyruqni ko'ringlar oldin. Quyruq tikka, bel bilan. Kallaga ahamiyat beringlar. Kalla, quloq, garbonoz. Quloq 20 kilolar. 21 kilolar quloq katta. Tishini ham ko'rsatib qo'yasiz, mana shu. Bu ham yangi mana yarish boshladi. Janavar yangi yoribdi. Bo'ldi, ko'ring. Garbonoz ahamiyat beringlar. Qo'yga qo'shadigan. Oldilari. Qo'y uzunligi mana. Umumiy ko'rinishi. Talbaqa surib qo'ying orqasini. Ham boshqa ko'rsatib qo'yingchi. Tekrar oladi. Mana qo'y. Janavar ideal sog'liq ekan lekin. Kalla boshlari ko'ringlar. Oyoqlar tikka. Tashlamagan. Bir dona pitni oq joyi yo'q qo'ydi. Yo'q, unaqa yeri yo'q. Qo'yga hozir bir taxmin qilib, meni qo'yib ketaman, qo'ldan kelgancha. Xo'p, bo'yiga mana yerdan qo'yganda akalar, o'zlaring bahosini bera olaverasizlar. Uzunligi uzunroq lekin qo'ydi uzunligi uzunroq bo'lishi kerak. Hop, mana qo'yilyapti. Uzunligi 90 ga yaqin. Demakki, sog'liq uzunligi mana. O'zi aytib turibdi, quloq tashlashlari orqadan. O'ta go'zal narsa. Quloq butun garbonoz zo'r. Qochmagan-a bular? Yo'q, qochmagan. Xudo xolasa chiroyli zo'r narsaga qo'shib o'zlaring qo'y qilib olishga qochirib olaverasizlar akalar. Mana ikkitasi. Hop, bu ikkinchisi. Ikkovi ham ikkisiga endi yangi tashlagan. O'zi bitta partiya. Uchinchisi bor. Quloq tashlashdi qarang. Bu ham xuddi shunaqa ikkisiga yangi tashlagan. Men o'zim bunisini ko'rdim ko'zim bilan. Ikkisiga yangi tashlagan. Oyoqlar tekis tuyoqlari. Mana quyruq. Quyruq tikka. Bu ham yiltir variantidan ekan. O'ta sog'lig'imiz quloq. Umumiy ko'rinishi uzun narsaga ko'rsatdi mana. Kalla, quloq, garbonoz chiroyli. Dumba razrez. Razrez masalan bunaqa qo'ylarda, bilasizlar, hisorda mana shunaqa bo'ladi. Bichilib ketadigan darajada bo'lmaydi. Bu shunaqa variantda bo'lar emasmi? Mana. Bunaqa bichiladigan variantidan emas. Quloq tashlashlari zo'r. Bitta metr qo'yib qo'ying shunga. Qo'lqog'ini salqinib turadi. Qo'l qo'ymay qo'ying. O'zi shunday ko'rib olishinglar. Ishlab turaylik. Umumiy ko'rinishini o'zlaring ko'rib bahosini bera olaverasizlar akalar. Hop akalar, mana bo'yini ko'rdilar, kalla boshlarini ko'ryapsizlar. Janovarlar lekin vaqti chiroyli narsalar. Buni davomi ham bor, davomini ham ko'rsataman. Hop, to'rinchisini ko'rsatib o'tdik mana. Buni ham quloqlari butun, kalla svetlar chiroyli, yiltir variantida. Mana quyruq tikka. Anaqa yotib ketib, cho'kib ketmagan. Mana quyruq. Bu ham qochmagan-a? Yo'q, qochmagan. Hop, aka, bularni sekin bir boshdan narxi bilan tanishtirib o'tib keting. Monochi ikkisiga chiqayotgan qo'z sariqda. Buni $350 beraman. $350 bo'ladi, taqalganlar. Qo'y boradi, bunisini olib qolasizlar. Monochi garbonosdi. Keltirib ayting, obunachilar bir maza qilsin. Bunisinimi? Ha.
Bu ikkalasini omalagi $1000 bo'lsa beraman. 500 dollardan. 500 dollardan 1000 500 dollardan 1000 dollar bo'lsa qo'ydi. Shunda olasizlar, pulini shopirdan berib olib qo'yaverasizlar. Ikkalasini duo qilib baqishadi. Qo'li Masalasi qochmagan. Buni kallaga qarang. Buni qulog'i ham bilmayman, 20 pilismikin meniki ham. 21 ekan. Aytdim-ku, quloq 20 dan oshiq. Egaligi ham dahshatda. Buni tashlashni so'ragan quloq. Uni ham zo'r tash. Xo'p, akalar, ikkalasi 500 dollardan realni oluvchilar bo'lsa, endi savdo qilib olaverasizlar yana. O'zlaringiz shablonlaringizni tushirib savdo qilasizlar. Xo'p, uchinchisi-chi? To'rtinchisi. Bulusini ham $400 ga beramiz. $400 bo'lsa, yetkazib beraverasizlar. O'tib beramiz. Akalar, ko'rib turinglar, hozir davomini ham ko'rsataman mana. Bu 5-qo'yimiz a. Bundan oldin ketdi 5-qo'ylarimiz. Ona bolaligi ham bor. Yakka svoyi ham bor. Xo'p, bu qo'zi chekkadagi qo'ydi qo'zisi. Chekkadagi qo'ydiki, onasi ham tikka lekin. Xo'p, birinchi katta qo'ydan boshlaylik mana, kashtandan. Mana quyruqlar ko'ringlar. Quyruq tikka. Bu qochganmikin, qochmaganmikin? Qochmagan. Quyruq tikka, kalla oshlar chiroyli. Yosh oyligi qanaqa ekan bu? Yosh oyligi 4 taga to'lg'izib, 6 taga chiqyapti. Shunaqa. 4 qo'ydan 6 ga yorayotgan qo'y. Qirrilligi, tuyoqlari tekis. Mana. Umumiy ko'rinishini tomondan ham ko'rsatib qo'yaman akalar. Qo'y tikka lekin. Mana. Umumiy ko'rinishi u tomondan ham qo'y tikka narsa lekin. Xo'p, bu qo'zini onasi, mana qo'y, bu qo'zini ham quloqlarga ahamiyat beringlar. Qo'zi oldin tulab qopti o'zi. Oldin menga qaratingchi. Ancha tulab qopti. Kalla oshlari. O'ta bikkar qo'zi mana. Quloqlar. Treklarni ham. Mana razrezlar. Ana sog'liqchi ekan-a? Sog'liq, belini qara. Qo'y qilib olaman deganlar, shuni yakkalaman sotaverasizmi o'zini? Qo'y qilib olaman deganlar. Olsa yaxshi, mana enesini ham ko'rishsin, toza qo'y. Yo'qlar tikka. Ikkalab ham kelishayveramiz agar mana bu kalla oshlari. Bir joyga ham olshaveradi. Ha, bir joyga kelsa ham. Umumiy ko'rinishi hozir yon tomondan ham ko'rinishlarni ko'rsatib qo'ying. Mana. Jana razrez bor. Razrez bor. Idishi yaxshi. Jana. Xo'p, akalar. Bular ham narx yengil, xudo xolasa, holatiga yarasha. Xo'p, buni ona bolani onasi bu, ha? Ona bolani narxi qanaqa aka? Ona bolani oxiri taqalgani $700 ga beraman. Taqalgani yetkazib berasiz $700 ga. Ha, qo'zi ham chiroyli. Sog'liqchi onasiga yetib olgan o'sha. $350 dan degan gap. Ha, $350 o'tasin mana. Unaqa jingala yo'q. $700 ga. Endi yana sunnatiga savdo qilib olasizlar akalar. Ha, sunnatiga. Mana kashtanni ayting, kashtanni. Kashtanni oxiri taqalgani $550. $550 ga qo'y boradi. Qo'y olaman degan odam uchun. Qo'y boradi, pulini sanab olib qo'yasizlar. Kashtan. Kashtanni bo'ybasti yaxshi, mana shunga bitta metr qo'yib qo'yaylik-da. Mana metr yerdan. Mana. O'zlaring ko'rib, bahosini berib savdo qilaverasizlar. Qo'ying, boshqadan ko'rmayman. Metr raqasi kichkina ekanda haligi raqam. Hop. Bu ko'rin. Bo'l. Uzunasi ham yaxshi. Mana. 8 kvadrat ekan. Uzunasi 90 plyus ekan. Sog'liq yaxshi bu, sog'liqni o'zim realni ko'ryapman, sog'liq yaxshi. Xo'p, bundan keyingisi ham bor, sariqlar bor. Bular 6-chi-ya? 6-chi sog'lig'imiz mana. Sog'liqqa baho beringlar o'zlaring. Mana. Ha, jonivor quloqlari. Ichini ham ko'rsatib qo'ying shu qo'yib. Keyin qo'zi? Qo'zi jonivor. Ha, qo'zi. Biz yuzi ham aytib turibdi qo'ziligini. Ha, orqa razrezlari. Orqa tikka. Mashqo'yda bo'g'osda 100% bo'lgan mashqo'y. Mana quyruqlari tikka, katlab. Ha. Mashinasi akalar. Ko'rib olaverasizlar. Akalar qo'ylar, gapni ochiq, bularga ham mehmon. Bular ham sotib olgan. Qachon qayda qochganmi, qochmaganmi, tuqqan-tuqmagan bular ham bilmaydi. Sizlar ham ko'rib olaveringlar mana shunday holatda.
Ha. Tagi seroq bu. Qora to'la qo'y, savdo qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib telefonlashaverasizlar. Bundan kichikroq qo'zlari ham Xo'p, bor. bo'yiga bitta metr tashlab qo'ying mana shu qo'ydi. Birato'la alayib ketaylik. Mana yerdan akalar. Mana. Xo'p. Bunisini ko'rsatsak, bunisi 4 6 ishmi bu? 4 ish. Ochiq Quyruqlarni bitta ko'rsatib qo'ying. Quyrug'ini buning Yana quyruqlar. juda katta narsa. Boladan ajragan ekan, a? Ha, boladan ikkita bolasi bor ekan. Bolasi sog'liq. Ikkitasi sog'liq, ha. Ikkitamidi qo'zisi? Ikkita qo'zisi bor. Ikkita chista arashan bo'ladi. Aka telefon qilayotganda 7-sog'liq deb ekazakchi 7-sog'liq deyorasizlar. Ha. Mana. Umumiy ko'rinish qo'yiladi. Xo'p, bu videolarni ko'p cho'zmaymiz. Bu qo'zini narxini ayting mana. Qo'zini $450 ga beraman. $450 ga qo'yib boradi, pulini sanab qo'yaverasizlar akalar mana. Quloq, kalla, garbonoz chiroyli. O'ziga, holatiga yarasha, narxiga yarasha. Buni-chi? Buni ham 450 ga beraman. Egischini ham 450 bo'lsa ketaveradi, xolos. Egisi juda katta. Yirik narsa ekan. Bitta tashlab qo'yingchi metrda. Ha, yerdan ko'rib bahosini. Xo'p, akalar $450 dan bo'lsa, kim planiga tushsa telefon qilaverasizlar. Umingizdan edi? Chiroyli narsa. Hop, qo'chqorlarni ko'rsataylik-da. Akalar, 3 ta qo'chqorimiz bor. Quloq, kalla, garbonoz, hamma yo'q kelishgan, chiroyli narsalar. Mana. Tuyoqlar. Hop, bularni hozir umumiy ko'rinishini ko'rsatib, narxini anaqalarini hamma yo'g'ini aytib o'tib ketamiz, ma'lumotlarni. Xo'p, birinchisidan ashaydan boshlaylik. Mana. Garbonozga qaranglar, qo'chqor garbonozga. Quchini ochib bitta ko'rsatib qo'ying, shuni o'zlari ko'rib olishsin. Hali qo'zi. Mana, hali tish chiqarmagan qo'zi. Ular o'sha bir 19 shuni olib kelib kelib qolaveradi, lekin quyruq tikka mana. Mana quyruq tikka. Umumiy ko'rinish mana qo'chqorda. Qo'zi qo'chqor, galla garbonoz zo'r kelishgan, oyoqlar tikka. Bo'ylari o'sha 85 plus kelib qolaveradi. 85 plus. 85. Hop, bu ikkinchisi akalar mana. Videomiz ko'p cho'zilib ketmasin deb shashib olyapman. Kalla garbonoz, bunda ham qulog'i chiroyli. Qo'zi bu ham. Ichini ochib ko'rsatib qo'ying. Mana bu ham qo'zi hali chiqarmagan. Oyoqlar, tushlar. Mana orqa razrasi. Mana. Kelishgan buniki ham. Bular hali qo'zi akalar, ozginadan tarbiya qiladigan. Narxiga yarasha tarbiya qiladigan qo'chqorlar. Mana. Buni ko'rinishi mana uchinchisi. Quloqqa qarang. Quloq. Bu ham qo'zimi? Shu qo'z. Baldoqlari bor. Tushlari siqqan. Mana. Bu ham umumiy ko'rinishi. Ikkalasi. Hop. Mashq qo'chqoringiz menga yo'q. Mana shu narx qanaqa ekan? Garbonozda. Uni oxiri taqalgan $650 ga beraman. $650 ga qo'yib boradi. Buni sanab qo'yaverasizlar akalar. $650 ga qo'chqorni qarang. Qo'zi akalar bu hali ozginadan tarbiya qiladi ekan. Bu pochalarni qarang. O'zan pochasi chiqqan. Yana yo'g'on olgan. Hop mana. Buni-chi? Mana. Qasman uni Afg'on sifatida. buni $500 ga beraman. $500 ga qo'yib boradi. Pulni sanab qo'yaverasizlar akalar. Mana. Uchinchisini Uchinchisini $450 ga beraman. $450 ga. Buni ham kamitib beraman. Qo'zi puli akalar. Oddiy qo'y narxida qo'yib. Qo'zi puli. Quloqlar lekin yaxshi emas. Quloqqa aytma bering. Baldoqlari bor. Jallani qarang, jallani chiroyli. Lekin bu boshqa. Mana shu umumiy ko'rinishini ko'rsatib qo'ying. Endi bular ozginadan tarbiya qiladigan hammasini ham. Sraz olib bu qo'yga qo'shadigan holatda emas akalar. Qo'zi bular hali yem ko'rgan emas. Sunnatiga savdo qilaverasizlar. Narxini qimmat, arzon demasdan telefon qilib savdolashib olaverasizlar. O'zlaringiz shablonlaringiz. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar akalar. Bundan keyingilar ham chiroyli narsalar video cho'zilib ketmasin dedi. Qo'zilar hali seroq. Qo'zi ko'p akalar mana. Qo'rada qo'ylarimiz ham bor. To'la qo'y bor. Bu yoqda ham bu tomonda qo'ylar bor. Shu oddiy shotni video cho'zilib ketmasin degan maqsadda akalar. Shaq qo'ylar bor. Chiqarganimiz yo'q. Telefon qilasizlar, Telegramlarga tashlab berishaveradi akalar. Sog'liqlarimiz ham bor. Sog' bo'linglar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.